Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ma'lumki, yoz oylarida havo haroratining keskin ko'tarilishi va elektr energiyasining iste'moli ortish hamda fuqarolar tomonidan yong'in xavfsizligi qoidalariga befarq munosabatda bo'lish oqibatida yong'inlar sodir bo'lishi sezilarli darajada ortib bormoqda. Shu bois Toshkent viloyati Quychurchiq tumani hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish maqsadida tuman hududida joriy yilning 5-iyul kunidan 5-sentyabr kuniga qadar yong'inlarni oldini olishga qaratilgan dolzarb 60 kun tadbiri o'tkazilishi belgilandi. Dolzarb 60 kun tadbir davomida uy-joy fondi, elektr energiyasi, tabiiy va sun'iy gazlardan xavfsiz foydalanish bo'yicha tushuntirish ishlari kuchaytirishdir. Ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy va iqtisodiy obyektlarda yong'in xavfsizligi holatini o'rganilib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'rishdan iboratdir. Energetika obyektlarida favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida amaliy mashg'ulotlar va o'quv-texnik mashg'ulotlari tashkil etishdan iboratdir. Bozorlar va savdo majmualarida odamlar gavjum to'planadigan joylarda yong'in xavfsizligiga rioya etishlari va favqulodda holatlar sodir bo'lganda qanday harakat qilishlari kerakligi to'g'risida fuqarolarga tushunchalar berishdan iboratdir. O'rmonlar, sanatoriyalar va dam olish maskanlarida bolalar hamda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. O'rmon xo'jaligi hududlarida yong'inlarni oldini olish maqsadida reydlar, targ'ibot va tashqiqot ishlarini amalga oshirish va ularni monitoring qilish choralarini ko'rish. Qurilish ishlari olib borilayotgan obyektlarda yong'in xavfsizligi talablarini ta'minlash maqsadida profilaktik tadbirlarni kuchaytirish va o'tkazishdan iboratdir. Test sinovlari o'tkaziladigan obyektlarda yong'inga qarshi holatlarni belgilangan talablar asosida qayta ko'rib chiqishdir. Ushbu tadbir mobaynida fuqarolarimizdan xonadonlardagi elektr va gaz qurilmalarini doimiy nazorat qilib borishlarini va ulardan foydalanishda yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etishlarini so'rab qolamiz. Korxona va tashkilotlar rahbarlaridan esa davlat yong'in nazorati organlarining tavsifnomalari yoki yozma ko'rsatmalaridagi ko'rsatilgan yong'inga qarshi talablarni o'z vaqtida bajarishlari tavsiya etiladi. Hurmatli hamyurtlar va yurtimiz mehmonlari, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni, farzandlaringizga e'tiborliroq bo'lishlaringizni va mazkur oylikda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.